Shu kit o'zini bolasini kunda 3 marta emizar ekan, har emizganda 300 litrdan sut berar ekan. Bir kunda 1 tonna, salkam 1 tonna sut ishlab chiqaradi. Pashshani o'ziga yarasha xususiyatlarini berdi, kitga o'ziga yarasha. Demak, birodarlar, shu pashshadan boshlab kitgacha bo'lgan mahluqotlar haqida ozgina fikr qilib ko'raylik-da. Haqiqatan Parvardigorimiz har bitta narsaga o'zini xilqatini ato qildi va uni to'g'ri yo'lga nima qildi? Yo'llab qo'ydi. Qala robbuna a'ta kulla shay'in xalqahu thumma hada. Parvardigorimiz barcha narsaga o'z xilqatini, shaklini ato etib, so'ngra uni to'g'ri yo'lga solib qo'ygan zotdir. Ar-Robb, Parvardigor, tarbiyat kunanda. Mana har kuni biz alhamdulillahi robbil alamin deymiz. Olamlarning tarbiyat kunandasi, olamlarni tarbiya qiluvchi Allohga hamd va sano bo'lsin.